Dadangizning o'rniga zakatni bermaysiz masalan. Uning agar nisi ruxsati bo'lmasa, yoki dadangizning o'rniga qurbon ne qilamiz? So'yamaysiz. Dadangizning o'rniga fitr sadaqa beramiz, uning ruxsati bo'lishi kerak. Ber bo'pti, men o'rnimga ber desa, unda siz beraversangiz ne yo'q. Masalan, uydagilar hammasini fitrni bir odam berib turibsizmi? Eda urfan ruxsat bor degan so'z. Yani dadasi indamasa ham o'sha ruxsat bor edi. Urfimiz shuni belgilab qo'yganda, agar yo'q, men uchun berma desa, u yotmaydi bo'ldi. Açık o'sha men uchun qaytardi degan so'z u. Endi hojilik narsa bu ham badan bilan qilinadigan ibodat, ham mol dunyo bilan qilinadigan ibodat. Buda ham biri o'zining yanagi mol egasining yoki hojilik farz bo'lgan odamning ruxsati kerak. U ham uning shartlari bor, u o'zi baramaydigan darajada bo'lishi kerak. Mana o'shunday paytlarda odam mo'yinni tushirsa bo'ladi. O'tib ketgan bo'lsa cho'ladi. O'tib ketgan bo'lsa, kitoblarda aytiladi, inshaalloh mo'yindan tushsa kerak deydi, dadasining o'rniga hojilik qilsa. Bu ham bizga bir katta yengillik asli. Dadasi o'tib ketgan bo'lsa, hojilik farz bo'lib borgan yo'q. Unki hojilikni sizlar nima deb o'ylamasizlar? Obязательно boy bo'lish shart emas. Masalan, hojilikqa borib kelish imkoniyati tug'ilsa sizda, masalan, ne bir baylar var baramaydi. Nega? Yo'l yo'q. Viza berilmaydi masalan. Ko'rdingizmi? Bularga farz bo'lmaydi masalan. Nega baramaydi bu? Yoki yo'lda qaraqchilar var, kitoblarda aytiladi. Masalan, o'g'irlar var. Yo'l borib keladigan bo'lsa, o'sha hayotiga bir xavf tug'iladi masalan. Shu uchun hojilikqa kimda-kim imkon tapsa degan oyatni qo'yadi Alloh taolo. Man istata'a faman istata'a minkum falyatabawwa bil baytil atiq. Falyatatawwaf bil baytil atiq. Astagfirullah. Kimda-kim kuch qudrati yetgan vaqtda men baytimni tavofga qilsin degan. Endi mana narsani aytadi. ومن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع ثم أفسده قضاه. Kimda-kim bir nafil roza tutib yurib buzib bersa yoki nafil namoz o'qiyotgan paytda buzib bersa, ne qiladi? Keyin dar shuni qazosini o'tab berish bilan minnatli deydi. Bizning Hanafiy mazhabida nafil ibodatga boshladingizmi, siz uni oxirgacha tamomlashga vojib sizga o'sha. Sizga vojib bo'ldi oxirgacha. Asli nafil narsa edi u. Sizga vojib emas edi. Biroq siz shuni boshladingizmi, oxirgacha yetkizdik bu. O'rtada tashlab ketishga ruxsat yo'q. Masalan, nafil bir ibodatni namozga boshladingiz, 2 rakat o'qib turib, o'rtadan namozingiz buzildi. Kulib berdingiz yoki. Keyin qaytadan taratdingiz nafilga, qaytadan ana shuni qazosini yig'ib berasiz, o'qib berasiz. Xuddi shunday nafil roza ham xuddi shunday. Rajab oyining erta masalan Ramazan bitganki tutiladigan 6 kun roza bor, durustmi? Shavval oyining 6 kun rozasi. Kimda-kim o'sha 6 kunni tutadigan bo'lsa, 1 yil roza tutganning savobini oladi. Ya'ni 1 yil roza tutgan bilan birday deydi payg'ambarimiz. Masalan, bu ham nega rozaga kiradi? Nafilga kiradi. Buni 6 kun podrad tutish shart emas uniki. Bo'lib tutsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bir oy ichida 6 kunni bo'lib tutib tashlasangiz bo'ladi. O'shuni tutib yurib buzib olasiz. Keyin bir kun qazosini tutib beruvingiz ne bo'ladi sizga? Vojib bo'ladi. 3 oy tutamizmi yoki birinchi kun hayitni o'tkazib tutaversangiz bo'ladi. Bitkani 3 kun o'tkazasiz deb aytadi. U qurban hayitda u. Qurban hayitda 4 kun tutmaymiz. O'zi yilda 5 kun roza tutuv harom. Ramazon hayiti birinchi kuni va qurban hayitining 4 kuni roza tutsangiz, rozani buzish kerak emas deydi Alloh. Bu qazosi ham yo'q. Qazo ham tutmay qo'y. Tutma va shu kun roza hisoblanmaydi. Harom. Og'zing ochiq bo'lsa bu kun bayram deydi. Ramazon hayitining birinchi kunidan keyin boshlab roza tutaversangiz bo'ladi. Ramazonning hayitida bir. Qurbonda 4 kungacha bo'lmaydi. Mana o'sha rozani, ya'ni bir Hanafiy mazhabi bo'yicha har qanday bir nafil ibodat, u haqla namoz bo'lar, haqla roza bo'lar, haqla umra bo'lar. Umra ham nafil bu. Umra nega hukmi? Nafil. Taravih namozining hukmi? Nafil bo'lar. Sunnatlar bari nafil ibodatga kiradi. Ya'ni biz o'qimasak gunohkor bo'lamizmi? Bo'lmaymiz. Biroq biz o'qiymiz uni.
ahli sunnat va jamoat bo'lgandan keyin sunnat qilib yotaversak musulmonlikqa to'g'ri kelmaydi bu narsalar. Hatto kitoblarda aytiladi, nafl deb tark qilaversa gunoh yoziladi deydi. Уже elemöge o'tibdi bu odam. Masalan, tahoratda sunnatlar bor, og'iz chayi sunnat, burun chayi sunnat. Bir odam odatlanib ketgan o'sha og'iz burun chaymaydi. Sunnatga o'tib ketaveradi. Bu odamga gunoh yoziladi deydi. Nega? O'tgan o'sha odat bo'lib qoldi u. Anda-sanda tark qilindi. Masalan, anda-sanda peshin namozi o'tirgan sunnatni o'qiyolmay qoldingiz. Yoki oxirgi sunnatni o'qiyolmay qoldingiz. Yoki taravih namozini bir kun o'qiyolmay qoldingiz. Gunoh yoziladimi? Yozilmaydi. Biroq siz odat bo'lib qolgan, siz o'qimaysiz bu. Yalqovlik. Bunda o sizga qamchi degan so'z. Ya peshab kalini aytmaslik, qap ketib peshab. Qaysisini aytıyor? Ana yuvmasa ham bo'ladi degan joyi bor edi. Shuni qayda so'rayapti. Tahoratga borgan paytda biz ishtaratni ne uchun olamiz o'zi? Najosatdan tozalanish sifatida olamiz, to'g'risimi? Najosat tiysa tozalanamiz. Tiymasa yuvaveramizmi? Yo'q, hozir kelib qo'yib tur. Yuvan afzalroq nima? Yuvan afzalroq, biroq shartmi, shart emas, buni ustun shart emas. Ya'ni najosat tiymasa shart emas. Ya'ni bir odam akkuratli tahoratni sindirатын bo'lsa, hech yerga tegizmay, yerni yuvish niya emas ekan, farz shart emas ekan. Tushuntiradimi? Biroq yuvgan deydi, afzal. Endi yer chiqqan paytda yuvishlikni bidat deydi olimlar. Yerda hech qanday najosat yo'q. Inchi bir havo chiqdi, siz borib yuvib qolaverasiz. U narsa bidat, u ko'rinmagan narsa u. Sirtqi tahorat buziladi. Sirtqi tahorat buziladi. Ne narsa chiqsa, tahorat degan o'zi asli mantig'i sirtqi tahorat, u ichki tahorat degan narsa yo'q. Ichki tozalik degan narsa bor. Najosatdan tozalik. Tahorat ne o'zi? 4 a'zoni yuvish. Mana qarangizlar. Oyat bilan aytganman. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar, Maida surasi. Iza qumtum ila solati, namozga turayotgan payt, faqsilu wujuhakum. Birinchi betlaringni yuvinglar. Va aydiyakum ila al-marafiq. Qo'llaringni, tirsaklaringni qo'shib yuvinglar. Va amsahu bi ru'usikum. Boshlaringni mas tortinglar. Va arjulakum ila al-ka'bayn. Va oyoqlarni to'piqlarni qo'shib yuvinglar. Bu tahorat. Tahoratxonaga borib astlarni yuvinglar degan narsa bor? Yo'q. Buni ne uchun yuvamiz endi astimizni biz? Endi najosat bo'lsa yuvamiz, bo'lmasa kerak yo'q endi yuvishni. Men shuni tushuntiraman. Tozalik uchun yuvamiz. Tushuntiradimi? Payg'ambarimiz ham yuvgan yo'q-ku. Payg'ambarimiz kasakma tozalatdan ketaverdi. Shu uchun yuvmansizlar deyapman yo'qman. Yaxshilab tushunib olsizlar. Yuvishlik afzal. Prosto yanagi sharoit bo'lsa, unki yangiday avru texnikasi bo'lmaydigan bo'lsa, tan sog'lig'i yaxshi bo'lsa yuvaversin. Tan sog'lig'i yaramaydiganlar bor, prostatit avritganlar bor. Bular ya'ni akkurat tahoratni sindirib, uchini paxta bilan surib, tozalab ketaversa nixlar ekan, bo'lar ekan. Tushuntira bildimmi? Endi bir yangilikday bo'lib kelyapti endi. Amal yo'q, kitoblarda aytibdi. O'tgan bizda shunday o'rganib qolganda, yangiday обязательный u asanda turdimi, bu barib yuvib qolaveradi. U unday narsa yo'q. U birovlar bor, tahorat sindirmasa ham barib yuvib qolaveradi. O'tgan tahoratni shu deb o'ylaydi. Asanda uyquda turadi, barib yuvib qoladi. Nix bordim desang, shunday qilib qaraqqa tahorat deydi. Sen tahorat sindirmasam yo'q deydi. Unda nisiga bormi nega? Tahorat degan aytdim, Qur'on bilan dalil keltirdim sizlarga. Betni yuvib, qo'lni yuvib, masjidda oyoqni yuvib va bu ham payg'ambarimiz qo'shgan sunnatlar bor, ya'ni og'izni chayi, burun chayi, ushlab yuvib, o'ng yoqdan boshlovda, siqilaqla boshlov deganlar. Bu sunnat amallar. Boshqa savollar bormi? Vaqtda bo'pti. Ha? Nafl namazda adashdi. Sajda shart bormi yo'q? Namozning hammasida sahv sajda harakatning bir vaziyat bo'lsa, sahv sajda vojib bo'ladi. Bu nafl, farz, vojib deb bo'lib yormaydi. Endi bir savol. Fidya. Masalan, atasini o'tib ketdi, shuna yig'iladi. Fidya masalan har yili mana inflyatsiyaga qarab oshyapti. O'tgan yil 300 bo'lsa, bu yil 400 masalanda.
Şunu, bu adamın ötken vakti bilen hesaplaydım ya şu gün. Hazır kıldı. Ötken vaqtda hisoblasangiz unda bizdenga bir qutlasın. Hazır kıldı hisoblaysiz. Ayak yürüyüşü tercih ettim. Köpüsü hazır adamlar nesliga, mayakında fotoğrafı namaz okuyor. Qanday bo'ladi? O bo'ladi hamma. O'zi bu yerda arabcha lug'atda bir tushunmovchilik borda. Payg'ambarimiz javrob degan narsaga masx taqqan, ya'ni payg'ambarimiz sahobalar taqqan javrob degan. Javrob degan ne narsa desangiz, javrob deganni asli hozir ma Google'ga lug'atga solib bo'lsam bu narsa kelib chiqaradi. Javrobni. O'zi fiqhdagi qo'llanadigan lug'atlar borda. Masalan, salat so'zi. Salat so'zining ma'nosi neydi? Salat so'zining lug'aviy ma'nosi asli duo degan ma'no. Biroq shariatda ma'nosi neydi? Namoz. Ko'rdingizmi qanday? Siz buni salatni hozir lug'atga soladigan bo'lsangiz duo degan ma'no. Shariatdagi termindagi ma'nosi borda, masalan. Bu termindagi ma'nosi namoz degan ma'no. Shunga o'xshagan bu yerda javrob degan narsa, javrobiga masx taqdi degan rivoyatlar borda sahobalar. Siz javrobni hozir lug'atga soladigan bo'lsangiz sizga naski deb tarjima qilib beradi. Uni siz shariatdagi terminiga qaraydigan bo'lsangiz, buni kim yechadi? Buni olimlar yechadi. Buni Bada'iy Sanoiy o'xshagan Imom Abu Hanifaga o'xshagan katta-katta olimlar qaraydi bu javrob ne narsa bo'lgan. Chunki sizga ta'riflab beradi. Javrob bu shunday bir narsaki, qattiq qism bilan o'rilgan, o'z holida tura biladi o'g'an, oyoqqa kiygan paytda bunda egilib qolmaydi o'g'an va 5 kilometr uzoqlikqa chidab bera biladi o'g'an, ichiga suvni sirazi emib olmaydi o'g'an. Ya asti teri, ya sirtining bari teri bo'lgan narsaga aytiladi deb sizga qo'yadi. Va kunimizdagi qanchama naskiga o'xshagan masjidlarga ruxsat berilyaptimi? Berilyapti. Muftiyat ruxsat beryapti. Nega qarab beryapti? Mana o'sha narsaga qarab beryapti. Ana yana aytgan shartlarga to'g'ri kelganki, bu narsaga masjid taqo bo'ladi deydi. Naski kunimizda naski shu narsaga bo'ladimi bu narsa? To'g'ri keladi? Bo'lmaydi. U 5 kilometr yurib beramaydi u narsa. Agar chiqib ko'chang boshqa bormaydi-chi, o'sha Alloh taolam eshitgan amallarimiz bilan, eshitgan nasihatlarimizni amal qilishni nasib qilsin. Hammamizning tutayotgan ro'zalarimizni, qilgan ibodatlarimizni o'zaro qabul qilsin, gunohlarimizni kechirsin, jahannam o'tidan ozod qilsin.